Muzlatilgan ichimliklar dispenseri. Ushbu uskuna bir qarashda oddiy va yaqin ichimlikka o'xshaydi, lekin bu oddiy emas. Biroz muzning mayda bo'laklari aralashgan ichimlikdir, ya'ni muzlatilgan ichimlik. Ayni hozirgi paytda issiq boshlanish arafasida odamlar muzdek va chanqoqni qondiruvchi mahsulot va ichimliklar izlashadi. Ushbu mahsulot bilan bir zumda odamlarning chanqog'ini qondirish mumkin. Bu dispenser ichidagi tetiklantiruvchi ichimliklar saqlanuvchi shaffof idish orqali ichimliklar savdosini oshirish va mijozning chanqog'ini oshirishi aniq. Shaffof stakanda sotganingiz ma'qul, chunki uning ichidagi tarkib yuqori darajada ko'rish imkonini beradi va uskuna ichidagi yorqin LED chiroq idishlarni yoritadi. Shunda ichimliklaringiz talabi yuqori bo'lishi mumkin. Haroratni aniq nazorat qilish. Harorat intuitiv boshqaruv orqali sozlanishi mumkin. Shunda siz mijozlaringiz ideal haroratda ichimliklardan zavqlanishlariga ishonch hosil qilasiz. Muzlatilgan ichimliklarda har xil qalinlik va mustahkamlikni ta'minlash uchun haroratni o'zgartirish mumkin. Har bir idishda o'ziga xos harorat nazorati mavjud. Shuning uchun biri boshqasidan qalinroq bo'lishi mumkin. Bu uskuna sut mahsulotlari uchun mo'ljallanmagan. Eng yaxshi natijaga erishish uchun sut mahsulotlari uchun xavfsiz bo'lgan, masalan, sut mahsulotlariga mos keladigan ichimlik dispenserlari kabi uskunani tanlashingiz kerak. Ichimlik aralashmasi uskunada muzlashi uchun taxminan qancha vaqt ketadi? Haqiqiy ko'rsatkich uskunaga va boshqa omillarga qarab o'zgaradi. Masalan, retseptga alkogol kiritilganmi yoki yo'qmi? Umuman olganda, ko'pgina uskunalar alkogolsiz ichimliklar aralashmasini taxminan 30-40 daqiqada muzlatib qo'yishi mumkin. Ammo haqiqiy raqam haqida tasavvurga ega bo'lish uchun ishlab chiqaruvchi taqdim etgan har qanday qo'llanma yoki ma'lumotlardan foydalanish kerak. Foydalanish va tozalash. Jihozning orqa tomonida joylashgan kosa qalinligini nazorat qilish sizga mustahkamlikni ham nazorat qilish imkonini beradi. Tomchilatuvchi podnos olinadigan bo'lib, kerak bo'lganda uni osongina bo'shatish va tozalash mumkin. Bardoshli qurilgan bu dispenserning korpusi, shuningdek, evaporator zanglamaydigan po'latdan yasalgan. Jihozni har kuni tozalash kerakligi sababli qismlarga ajratish oson va vintlardek ishlatiladi. Shuning uchun hech qanday asbob kerak emas. Ushbu muzlatilgan ichimliklar dispenseri har qanday bar, do'kon yoki restoran uchun mukammal qo'shimcha hisoblanadi. Ushbu kichik biznesni siz chorrahada, supermarket yonida, magazinlar va bozor yonida, odamlar gavjum joyga joylashtirsangiz, reklamaga muhtoj bo'lmaydi. Muhimi joyini topishingiz. Siz mana shu va shunga o'xshash uskunalarni, shuningdek, Telegram kanalimizda ham topishingiz mumkin. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Hammaga rahmat.